Assalamu alaykum, kanalımdan yaxshimi? Men bugun o'zim uyda iris pecheni qilmoqchi edim. Sizlar bilan o'rtoqlashgim keldi. Har bir odamning qilishi o'xshamaydi emasmi? Davomli shunda deyman. Mening qilish usulim deb emakdiyman. Hozir bilan 4 ta tuxumni bir chirqima. Buni bir ko'ptirma. Andan keyin bu yerda 130 gram atrofida shakarim bor. Şekerimni töküme. Bunu bir köptürme. Bunu bir köptürme. Endi bir yerde benim 60 gram sarmay var. Bu sarmayını bir serip bunu bir arlaştırma. ...60 gram sarma, 130 gram şekerimizi kıp bulduk. Endi ben 100 gram etrafında həsəl. 100 gram həsəlini saldık. Endi miyədən 130 gram irisimiz var. Streçili. Bunu koydum. Bu ikisini ravusturda araştırdım. Endi biz irisimizi kıp bulduk. 300 gram un döktüm. 300 gram. Ondan keyin bir paket kabartma tuzu. Hazır ben 300 gram unun yarımını töktüm. Ondan keyin bir paket kabartma tuzunu töktüm. Bunları bir aralashtirib, qo'yiqlik darajasini tanishib bo'lgandan keyin kombosi yana unni töküme. 300 gram tayyor qilib olgandim. Mana bu şaratda bo'ldi. Menimcha bu 300 gramdan ham miskatni 250 gram ketdi. 250 gram hisoblasanlar bo'ldi unni. 250 gram qildim. Mana bu şaratda qo'yiq suyuqligim shunda bo'ldi. 250 gram mana hozir ko'k suqashida qo'yiq qildim mana. 250 gram un kullandım. Bu aralashmamiz tayyor bo'ldi. Endi men fırın tepsisiga fırın qaydini yağ sürmüş qog'ozni qilib oldim. Endi paloqning olmasi bilan bu yerga töküp bunu bir yaxshi aralashtirib olgandan keyin tek şaratdayman. Duxovkamizni fırını 170 gradusga ichib qo'ydim. 170 gradusda bir 20 minut 25 minut qarab turib pishiramiz. Yarım saat pişirsak bo'ldi. Qarab turib bunu bir tökey fırın tepsisiga. Mana bu ko'rganinglardek men aralashmani bu fırın tepsisiga tek holatda yeyib oldim. Mana bu aralashmani töktüm. Bunu hozir men 170 gradusga fırını isitdim. Shuni qo'yib qo'yaman. Qarab turib bir 30 minut 35 minut atrofida pishib chiqdi. Ondan keyin bezash bosqichiga o'tamiz. Bizning iris pechenimizning bo'lki pishib chiqdi. Endi ben bunu so'g'itdim. Mana dum qilib tegiriki qog'ozni elib o'taman. Men so'g'itganligim uchun buni qo'ydim. Ammo qizg'alata buni qo'ymangiz ziyonli. Men so'g'itdim, shuning uchun qo'ydim. Mana bu holatda bo'ldi. Endi men bu istakanni dum qilib turib ay shaklda kesiman. Yumaloq shaklda kessam ham o'zingizning ixtiyori. Men o'zim xohlagan shaklda. Kaskanlarimizni bir tarafga qo'yib turaylik. Bu şaratda mana ay şekilde bo'ldi. Ularni bir hammani kesay. Men endi buni kesib oldim. Endi bu kenarlarda qolgan bu deymiz. Parçalarını men bu nimada un alatga kilaman. Endi buni biz bezash bosqichiga keldik. Buni oldi bilan men bu irisda yalib oldim. Bu irisdan üstiga yan taraflariga ravusturda bir chaplab bo'lib, ondan keyin buni chaplayman. Bir qo'limda video qilganligim uchun bo'lmay qoldi. Cho'qim irisni oldi keyin hamma yerga qilsanglar yaxshi chiqadi. Men hozir qayta qilaman. Ya'ni nimalar ko'rsatdi deb taqsiga qildim. Buni oldi bilan
Buni men yaxshi erisini so'rkib oldik. Men ishchilarga mo. Andan keyin buni mo bu holatga qilib turib yoki bo'lmasa chumasanlar bo'ldi. Chumasanlarmi bo'lay bo'ladi. O'sha holatni qilib mana o'sha holatda hammani o'sha holatda tizsanlar bo'ladi. Mushabat qilsanlar bo'ldi. Mana bizning yeyishlik irisimizni tayyor bo'ldi. Mushabat qilsanlar bo'ldi.